Assalomu alaykum do'stlar. Mana bugun biz Centrum Holdings kompaniyasiga yetib kelganmiz. Noyabr va dekabr oylarini chegirmali narxlarda chiqqanini aytishgan edi. Biz yetib keldik. Hozirda Abduvohid hoji akaning oldilariga yetib kelganmiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Silbek, yaxshimisiz? Charchamaysiz Inshaalloh. Rahmat, shunchalik bizni hurmat qilib shu yerga yetib kelibsizlar. Biz ham sizni chaqirishimizdan asosiy maqsad yurtdoshlarimizga qolgan reyslarimizni narxlari bilan har bitta kunning narxi bilan aytib o'tish, xudo xolasa. Silbek, Hoji aka, noyabr oyi va dekabr oyida narxlarda bir qator va qayerdan nima reyslar borligini bir gapirib bersangiz. xo'p, Asilbek, mana bizda hozir bir boshdan boshlasam, Toshkentdan boshlasam, Toshkentdan 10-ga bor, 13-ga bor, 18 bor, 20 bor, 21 ga bor va 21, 28 ga ham reysimiz bor inshaalloh. Narxlar bilan aytib o'tib ketdi. Hammasi $1050 Toshkent. Endi Vodiyga qaytadigan bo'lsak, Vodiydan reyslarimiz. Farg'onadan bor reysimiz 7-chi, 12-chi, 22-chi, 19-chi, 26-ga reysimiz bor. Narxlari $1100 Buni chegirmalari ham bor. Chegirmalari ham bor. Buni chegirmalari ham bor. Endi bu aytayotgan reyslarim hammasi Farg'ona, Madina reyslari aytyapman. To'g'ridan-to'g'ri. To'g'ridan-to'g'ri Madina ham Navonaga. Xo'p, Namangan Jidda reysimiz bor. Namangan Jidda reysimiz 18-5 ga qoldi. Buni narxlari $1000 dan. Xo'p, hoji aka, Madinani ham bitmani aytib ketdi. Namangan Madinamiz ham bor, 22-29 ga bor. Buni narxi $1100. Xo'p, oralig'i masofa va uni shart-sharoitlar haqida bir gapirib bersangiz. Xo'p, bizda Toshkent Jidda primo yo Toshkent Madina primo reysi bo'ladi. Madina hamda 2 mahal issiq taomlarimiz bo'ladi. Makka kanaman esa 3 mahal milliy taomlarimiz bo'ladi. Malakali ellikboshlarimiz o'zlari birga olib borib, birga olib kelishadi inshaalloh. Bundan tashqari u yerdagi sayohatlar, ibodatlar xudo xolasa to'liqroq bo'ladi. Inshaalloh to'liqroq bo'ladi deb o'ylaymiz. Nimaga? Malakali ellikboshlarimiz har doim birga borib kelishgandan so'ng bizga bir marta borgan inson keyingi marta ham telefon qiladi, qo'shnim boradi yo boshqasi borsin. Chunki alhamdulillah paketlarimiz yaxshi chiqyapti. Centrum Holdings kompaniyasi turli litsenziyaga ega bo'lgandan so'ng xudo xolasa nimaga? Har bitta reysimizga diniy idoradan o'zi bittadan 50 yosh tayyorlab beryapti. Inshaalloh o'zimiz bitta 50 yosh qo'ysa, yana bitta diniy idoradan 50 yosh olishga majbur bo'lyapmiz. Sizlarni himoyalaring va sizlarni ibodatlaring yanada puxta bo'lishiga sababkor bo'lib qolyapmiz inshaalloh. Xo'p, oralig'i masofalarni bir yaqinda nima qilib aytib ketsangiz, Ravza masalasini ham bir gapirib o'tsangiz. Xo'p, Ravzamiz inshaalloh u Rasulullohning huzurlari. Aslida masalan men aytamanki, har doim men o'zi bir borganimda bir holat bo'lgan, juda ko'p marta aytib berganman. Yana bir marta aytib berishdi lozim deb bildim. Qarang, men o'zi 50 ta odam bilan bir safarda borganman. Madinada turganmiz. Turganimizda kiramiz deyapsiz-da, kirgizmayapti. Qo'limizda mana shu qog'oz o'xshagan tasrih, o'sha paytda tasrih degan narsa bo'lardi. Qog'ozni olib borib, mana deb beryapman. Yo'q deyapti. Olmayman sen. Bor chiq deyapti, noto'g'ri deyapti. Nega deyapman, to'g'ri-ku deyapman. Chunki o'sha paytda har bitta insonga har bittasiga olinardi, muammo bo'lmasdi. Yana bordik, yana qaytarib bordi, yana bordi, yana qaytarib bordi. Keyin oxiri bir inson keldi oldimga, "Mana shu yerga kirsang nima, kirmasang nima?" dedi. Ko'ryapsizmi? Hali men ichim g'alati bo'lib ketdi. Hozir aka dedim, endi Rasulullohning oldilaridan beodoblik qilolmasdik. Mana shu panjaradan u yog'iga chiqib turing dedim. Sam panjaradan ella bizdan guruhdan ajralib chiqib ketdilar. Biz haqqimiz yo'q-da u insonga qattiq gapirgan. Chunki u inson xoh ibodat qilgani borsa, xoh boshqa qilgani borsa, lekin bizga o'sha 10 turkuli turpaga to'layapti yo boshqa bo'lyapti. Biz so'kish haqqimiz yo'q. Keyin men aytdim-da, keling dedim, men siz bilan dedim, kiraylik. Sizlar bilan 49 odam bilan kiramiz. Inshaalloh kirib ketamiz. Allohning izni bilan shuna bordim-da, mana shu qog'ozni berish kulgimanda. Kir deyapti. Yalloqchi kir deyapti. Kirib ketdi. Allohning izni bilan. O'shuning uchun alhamdulillah hozirgi paytda Centrum Holdings kompaniyasi nechta o'rnatgan bo'lsak, hammasi kirib chiqyapti. Muammo bo'lgani yo'q. Biz 100% sababini qilamiz. Endi uyga kirish Alloh taoloning o'zining buyrug'i bilan bo'ladi. Lekin bizning buyrug'imiz bilan bo'lmaydi. Endi birinchi mavzuga qaytadigan bo'lsak, gostinitsa masofasi. Madina munavvarada 300 metr, Makka mukarramada 1,5-2 kilometr oraliqda gostinitsamiz bo'ladi inshaalloh, Silbek. Sayohatlar bor deganingiz, yana bir qisqacharoq ma'lumot qilib berib ketsangiz. Xo'p, bizda Madina munavvarada Makka mukarramada jami bo'lib 10 dan oshiq sayohatlarimiz bor. Men qisqacha ozgina yarmini aytib berishga harakat qilaman.
bizda общий sayohatlarimiz Arafat tog'i, Muzdalifa, Uhud, Jamarot, Qizil dengiz, Qur'on bosmaxonasi, Hiro g'ori ketdi. Shundan da 6 ta sanab berdim. Undan tashqari qo'shimcha sayohatlarimiz o'z ichiga oladi, xudo xolasa. Inshaalloh. Qaytayotganda Zamzam suvlaring bonus eshitganman, rostmi shu? Xo'p, mana bu yerda men o'zim oldiga o'tiraman ham, olib bersiz ham mayli, Asilbek. Qarang. Bering-da menga. Mana bu narsani Asilbek 5 dollar bo'lsa, 60 ming yo 100 ming tevasida narsa. Buni Centrum Holders kompaniyasi orqali beryapmiz, xudo xolasa. Mana bunday kamzillarimiz bor, u ham bonus, xudo xolasa. Somkalari bonus inshaalloh, bunga qo'shimcha bejiklari ham bo'ladi inshaalloh. Mana bejiklarimiz ham bo'ladi, xudo xolasa. Men sizga yanada to'liqroq ma'lumot, yanada aniqroq ma'lumot beradigan bo'lsam, sizga mashinlar, mashina narsalar, yana bunga qo'shimcha yonida Zamzam inshaalloh. Bundan tashqari Qur'on bosmaxonasi Saudiya Arabistonidan sovg'a qilingan Qur'on bitadan olib berishga harakat qilamiz inshaalloh. Do'stlar, xudo xolasa aniq ma'lumot berdim deb o'ylayman Asilbek. Rossiyadan, aniq misol Qirg'iziston, Tojikistondan kuzatayotganlarga pastdagi nomerlarga misol WhatsApp, Telegramlari bor-a? Bemalol past nomerlarda call center bolalar 24 soat ishlab turishibdi. Bemalol telefon qilsa, murojaat qilsa, aniqroq ma'lumot berishadi. Mendan ko'ra aniqroq ma'lumot berishadi. Chunki men kameraning oldida gapirolmayotgan bo'lishim mumkin. Qanaqadir hayajon bo'lsa gapirolmay qolayotgan bo'lishim mumkin. Do'stlar, xudo xolasa pastdagi nomerlarga aloqaga chiqinglar. Kim ota-onami joyida Rossiyada musofirda yurgan bo'lsa, Alloh barakot bersin ishlariga. Tojikistondagi do'st birodarlarimizga Alloh taolo barakot bersin. O'zbekistondagilarga ham barakot bersin. Do'stlar, salomat bo'linglar. Pastdagi nomerlarga aloqaga chiqinglar. To'liqroq ma'lumot bergan bo'lsam, men juda ham xursand bo'laman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.